Shivak 75 Wi-Fi moduli qo'yib qo'ygan. Mana shuni almashtirdik. Hozir ishlashni ko'rsatdi. Ishlash jarayoni hozir tushganmiz. Shu Wi-Fi ishlamagan televizorimiz. Mana Wi-Fi ga ulangan holati. YouTube ekanimiz. 75 talik Shivak televizorimiz bor. İşledi tayyor. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol olib kechib qolasiz. Agar Malayziyani Google markasi bo'lsa ham qidirgan